Assalomu alaykum. Qaynog'imizni Ashad obunachilar. Xudo xolasa sizlarga bugun belanchaklarni arzon qilaman. Qanday bu? 6 oylikdan 5 yashargacha, 5 yashardan 12 yashargacha bolajonlarga belanchaklar. Buni endi noto'g'ri tushunmaysizlar. Xudo xolasa seximiz endi sekin-sekin o'tamiyor to'g'rilab, hamyoqlar endi sekin-sekin to'g'rilab olyapmiz. Xudo xolasa sharoit xonalar qilib, xudo xolasa shulga xona qilinadi. Faqat kraskalar boshqa joyda sepiladi. Batga faqat ilib chiroyli qilib quritib qo'yilyapti. Xo'p, kraskalar xudo xolasa o'chmaydigan, yonmaydigan, kuymaydiganlar svalkalarga bir e'tibor berasizlar. Hamma joylariga собственно quyilgan. Materiallari rossiyskiy ming bor uzr. Materiallari Toshkentda toza temirdan bo'ladi. Xo'p, stenalarga keladigan bo'lsa, biz 1.3, 1.5 stena ishlatmaymiz. Biz 1.7 stena ishlatamiz. Ortiq bitta stenasiga baho berib qo'yasizlar, qalinligiga. Xudo xolasa bunimiz zakazga Toshkent viloyati Sergeli tumanmi endi nima deydi, sen bilmadim. Issiq juda yondiryapti. O'zimizni kichkina xonadonni yarmini sel qilishni ovorasidamiz. Sekin-sekin уже sharoitlar olib olinyapti. Xonalari bor. Oshxona, xudo xolasa yasalash jarayoni. Svalkalarga bitta qanday e'tibor berasizlar. Svalkalari o'ta go'zal. Astronomiyalar jo'natishganlarimiz sog' bo'lasizlar.